Amerikanslarning lyubimchiki bo'lgan Cadillac Escalade 2025-yilgi modelida nima-nimalar o'zgargan. Videoni boshlashdan oldin ekranga 2 marta bosib qo'yish e'tilidan chiqmasin. Oldi ko'rinishimizdan boshlaydigan bo'lsak, mutlaqo zamon talabiga moslab o'zgartirishgan. Emblemamizni yonadigan qilishgan, radiator ishotganimizni ham kechasi juda ham chiroyli yonadigan qilib qo'yishgan. Faralarimizga keladigan bo'lsak, o'sha amerikanskiy stilli qilingan Chevrolet GMC'liga o'xshagan, lekin Cadillac'ga ancha bagatiroq hamda chiroyliroq. Kapotimizda tegida 602 litrli 8 ta silindrli naq 420 ta ot kuchiga ega dvigatel yotibdi. Bu mashinani olsanglar, banka qo'yib o'tirishingiz shart emas, sababi zavodskoy o'zida chiqadi. Ha, aytgancha, menga obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekistonda eksklyuziv bo'lgan mashinalarni birinchi bo'lib meni profilimda ko'rasiz. Menimcha, bunaqa monitorni hech qaysi mashinada ko'rmagan bo'lsanglar kerak. U ishdan bu ishigacha uzunligini qarasanglarchi. Akustikimizga keladigan bo'lsa, o'sha AKG kompaniyasiga tegishli, faqatgina kolleksiya qo'shilgan. Patolog qismida, labovoyimizda, monitorimizning yon qismida, boshimizning orqasida va eshiklarimizda. Orqa o'rindiqlarimizda kapitanskiy, bu yerda monitor bor, yo'lda ketayotganingizda Xbox, Sony qo'yib, bemalol o'ynab ketsanglar bo'ladi. Pont qilish xohlaganlar Cadillac Escalade oladi. Bespantoviy pont qilish xohlaganlar Chevrolet Tahoe oladi.